Sumkam sizlarga kattalik qilyapti-ku, yiqilib tushasizlar. O'zimga bera qolinglar. Sizlarga bularni kim o'rgatdi? Chunki biz xato qildik. Ishlarni maqtov eshitish uchun emas, savobga ega bo'lish uchun qilishimiz kerak edi. Biz maktabda o'qib, o'ynab yurganimizda adalarimiz suvda charchab, bellari og'rib, og'ir yuklarni ko'tarishadi. Hasbi Rabbi Jallalloh ma fi qalbi Hayrulloh nuri Muhammad. Ali aka, Usmon aka, oyimlarsiz o'zimiz kiyimlarimizni taxlab qo'ydik-ku, endi ko'rsalar xursand bo'lib bizni maqtaydilarmi? O'zimiz kiyindik, yoyib ketmadik, kiyimlarimizni taxlab joyiga qo'yib qo'ydik. Albatta maqtaydilar. Ali aka, qo'lingizdagini menga bering, sizga yordam beraman. Abu Bakr ukam, kiyimlarni menga ber, shkafga joylab qo'yaman. Ali aka, kiyimlarimizni taxlab qo'ysak ham, bugun oyijonim avvalgidek bizni maqtamadilar-ku. Chunki biz xato qildik. Ishlarni maqtov eshitish uchun emas, savobga ega bo'lish uchun qilishimiz kerak edi. Qanglar, biz ketayotgan ko'chada bir buvijon ham bor ekanlar. Baxtiyor dodamlarning gaplari esingizdami? Dodajonimlar, kattalarga doim salom beringlar. Salom berish odobdandir. Ham savobga ega bo'lasizlar. Ketdik, salom beramiz. Sumkalarni ham og'ir bo'lsa kerak, ko'tarib yordam beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shirintoylar, katta bola bo'linglar. Buvijon, sumkangiz og'irga o'xshaydi. Bering, biz ko'taramiz, sizga yordam beramiz. Sumkam sizlarga og'irlik qiladi. Sizdek odobli bolalar ko'paysin ilohim. Sumkam sizlarga kattalik qilyapti-ku, yiqilib tushasizlar. O'zimga bera qolinglar. Sizlarga bularni kim o'rgatdi? Bizga bularni dada buviylarimiz, ota-onamiz, ustozlarimiz, mahalladagi kattalar o'rgatishadi. Mashaalloh. Kattalarning nasihatiga quloq soladigan odobli bolalar ekansizlar. Sizlarni shunday yaxshi ko'rib qoldim. Rahmat buvijon, bizni duolaringizda unutmang. Mana biz ham manzilimizga, maktabga yetib ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi oladigan ilmlarimizni o'zlashtirishni oson va manfaatli qilgin. Adangizga hech achinmaysizmi? Biz maktabda o'qib, o'ynab yurganimizda adalarimiz suvda charchab, bellari og'rib, og'ir yuklarni ko'tarishadi. Charchash, asabiyliklarga qaramay, turli xarakterdagi xaridorlar savollariga xushmuomalalik bilan javob berishadi. Assalomu alaykum. Keling aka, sifatlisi kerak bo'lsa Tempus firmasi yaxshi, narxlari ham hamyobob. Adadalarimizga oson emas, qo'llari ishda, ammo fikrlari bizning yashash tarzimizni yaxshilashda. O'zingiz bir ko'ring. Bollalarim dars qilishyaptimikin? O'qishiga pul berishim kerak. Bolalarga kiyim olishim kerak. 3-chim banan olib kelin degandi. Pulim yetarmikin? Allohim bollalarimni rizqini keng qilgin. Ilmga muhabbatli qilgin. Allohim bu ishxonani pullari, hisob-kitobda o'zing adashtirmagin, bironi haqqidan qo'rqaman. Harom luqmadan o'zing asragin. Allohim svet, gazga pul to'lashim kerak, ro'zg'or qilishim kerak, arendaga to'lashim kerak. O'zing baraka ber. Adajon, iltimos meni kechiring. Mehnatlaringiz qadriga yetmay, darslarimni chala qilganim uchun, yangi kiyimimni yugurib yirtganim uchun, o'yin qaroqlik qilib etganlaringizni qilmaganim uchun, sizni qiynalib ishlayotganingizni ko'rdim, endi tajab ishlataman. Darslarimni vaqtida qilaman.